Aytishlaricha, bug'doyzor oralab o'tishga hech kimga ruxsat berilmas ekan. Hatto onasini axtarib ketayotgan kichik bolaga ham, bolasini yo'qlab ketayotgan onaga ham. Sababi bug'doy rizq nasiba, aziz ne'mat bo'lmuş nomning asosi. Shunday bo'lishiga qaramay, bug'doyzorni oralab o'tish uchun faqat bir kishiga, ya'ni singlisini yo'qlab borayotgan akaga ruxsat berishar ekan. Gar shunday ekan, aka degan maqomga sazovor yigitlar olislarda turib, jimgina sog'inadigan singillaringizdan tez-tez xabar olishni yodingizdan chiqarmang.